Avstraliya Tashqi ishlar ministri Penny Wong 19 yanvar kuni Avstraliyadagi bir qism Uyg'urlar bilan yuzturani uchrashib, ular bilan Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida suhbatlashgan. Penny Wong xonim Twitter betida bu qitimqi uchrashishda tortilgan suratni ham bahirlash orqali Avstraliya hukumati Avstraliya fuqarolariga chetishlik masalalar, jumladan Xinjiangdagi kishilik huquq masalasi haqida so'z qiladi degan. Ma'lum bo'lishicha, muhojiratdagi Uyg'ur jamoati bir qadar ko'proq to'plashib o'ltiraqlashgan davlatlarning biri Avstraliya bo'lib, o'tgan bir necha yilda Avstraliyadagi Uyg'urlarga munosabatlik ko'plagan fojialik xabarlar o'ttirg'a chiqqan edi. Avstraliya hukumati bu jihatda ba'zi tirishchanliklarni ko'rsatgan bo'lsa-mu, ammo muhojiratdagi Uyg'urlar bu sohada ishlangan xizmatlarni yetarli emas deb qaramoqda. Mirahmat Ablat ismli biraylan bu qitimliq uchrashishga baho yozib, buningga haqiqatanmi qoyilman. Ammo mening savolim shuki, siz bu so'zni qancha qatim takrorladingiz? Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish uchun siz nimalarni qildingiz deb savol qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, Avstraliya hukumati tajizmon virusining manbasini surishti qilish qatorliq masalalarda Amerika bilan bir maydonda turganligi uchun Xitoy hukumati Avstraliya bilan bo'lgan import-eksport savdosiga bir qator cheklimlarni qo'ygan edi. Gerçi ikki taraf munosabati hozir yumshashga qarab mengayotgan bo'lsa-mu, Penny Wong 18 yanvarda Osmon xabarlarining ziyoratini qabul qilib, ikki taraf o'rtasidagi so'g'uq munosabatning erishiga vaqt ketadiganligini, shuningdek ikki taraf o'rtasidagi fikr ixtilofining yanada davom qilishi mumkinligini bildirgan. U tilga olgan ixtilof AUKUS bexatarlik ahdinomasi bo'lib, buningda Amerika, Avstraliya va Angliya o'rtasidagi uch burjaklik harbiy ittifoq hamda buning Avstraliya dengiz armiyasini kuchlantirish plani alohida o'rin olgan.